Assalomu alaykum. Solaris Volt Energy kompaniyasining kuzatib boruvchi obunachilari Lonji brendimiz asosida ishlab chiqarilgan Haymo Exxon 650 wattlik panelimizni o'z egalariga jo'natyapmiz. Xudo xolasa bu obyektimiz Toshkent Keles degan joyda ustanovkaga olganmiz. Bu gibridli sistemada bo'ladi. Mana Solax Tripli 16 kilovatlik litiy akkumulyatorimiz. Mana panellarimiz, metallarimiz atsinkoy metal. Panellar originalda har birida mana seriya nomerlari o'zida bo'ladi. Klientimiz mijozimizga shartnomalari bilan jo'natyapmiz. Mana akalarimiz. Hamma narsani ko'rib oldingizmi? Xudo xolasa. Kamol. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar Zangiota Ark Blok bozorida A23-do'kon. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Juda ham sifatli narsalarni yetkazib, chiroyli qilib, xudo xolasa ko'ngildagidek qilib, ustanovka qilib berishga harakat qilamiz. Bizning do'konimizda hamma narsalar mavjud. Lonji do'konimiz, bismillah. Mana yonmaydigan PV kabellari mana qancha desangiz bor.